Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'z Chilangar jonosining navbatdagi kuni. Navbatdagi kachellarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Demak, navbatdagi kachellarimiz universal ko'rinishda ishlash imkoniyatiga ega holatda taqdim qilinadi. Ya'ni kachellarimiz gazda, o'tinda, ko'mirda, elektr tokida ham ishlash imkoniyatiga ega holatda, demak, buyurtmachilarimizga taqdim qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xo'p, kachellarimizni ichki strukturasi mana yuqorida hammasida tozalash eshiklari o'rnatilgan. Bu yerda 4 ta zigzag ko'rinishda papka o'rnatilgan, ya'ni 4 ta papka bor. Issiqlik harakatlanganda aylanma harakat bilan, ilon izi bilan mana shu kachelning ichidagi tanasini qizdirib, kachel ichini tark etadi. Pastki holatda bu asosiy ko'mir soladigan, o'tin soladigan eshiklarimiz hisoblanadi. Eng pastda esa kul olish eshiklari hisoblanadi. Kachellar ventilator termostat bilan ham jihozlanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayni holatda bitta kachelimizni hozir qo'yib ko'rsataylik. Mana shu holatda termostat va ventilator asosida ishlaydi. Kachel aqlli rejimda ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Xo'p, kachellarning ichki strukturasi bo'yicha farq haqida ma'lumot berayotgan bo'lsak, ba'zi kachellarimizda bir qator turba qo'yilgan, ba'zilarida ikki qator qo'yilgan, ba'zilarida ko'mirga moslashgan kachellarimizda turbalarimiz diametri kichikroq holatda, demak, qo'yib olingan bo'ladi. Xo'p, mana bu birinchi kachelimiz haqida ma'lumot beraylik. Mana bu kachelimiz asosan, demak, gazga ham ishlashga mo'ljallangan. Bemalol pastki eshigimizni ochgan holatda garelka qo'yamiz va kachel gazda ham ishlay oladi. Xo'p, gaz bo'lmagan holatlarda garelkani olib qo'ygan holatda eshigimizni yopib qo'yamiz va o'tin ko'mirni solgan holatda termostat bilan ventilator jihozlangan kachellarimiz aqlli rejimda ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ba'zi kachellarimizda faqat ko'mirga ishlash holati bo'yicha buyurtma qabul qilinadi. Mana bu holatda to'laqonli faqat ko'mirda ishlash imkoniyatiga ega kachelimiz bunker nisbatan chuqurroq, kattaroq yasaladi va klassik o'rnida 20 mm diametrdagi turbalardan foydalaniladi. Barcha kachellarimiz hamma joyida 3 mm qalinlikdagi leslardan yasab olinadi. Ya'ni tashqi korp, ichki korp, hattoki turbalarimiz qalinligi ham 3 mm qalinlikdagi leslardan yasab olinadi. Bu kachelimizda mana bu ko'rinishda pastki qismi bor, pastki eshigi kattaroq bo'ladi. Shlak hosil bo'lganda mana bu eshigimizni ochib turib, shlaklarni tozalaymiz, pastdan ko'mir olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Kachel ventilatorsiz ishlagan holatda, eshigini biroz qiya ochib qo'ygan holatda tabiiy uslubda kachelni kislorod bilan to'ydiramiz, ya'ni pastdan havo kiradi va kanallar orqali yonish prosesini havo bilan to'ydirib beradi. Hurmatli kuzatuvchilar, ayni ko'rinishda har xil turdagi kachellarimiz bor. O'z Chilangar jonosiga murojaat qilgan holatda har xil turdagi kachellarni buyurtma qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.